Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Serdo. Sizlarga bitta yomon xabarim bor. Men YouTube'dan ketdim. Ammo vaqtinchalikka. Buning ham o'ziga yarasha sabablari bor. O'zimga telefon olishim kerak. Men statusligam o'zimniki emas, akamniki. Xullas, shu problemalar bo'lyapti. O'zimga telefon olib, yana videolar chiqaraman va bundan ham zo'r sifatli videolar chiqaraman. O'zimga telefon olib, Xudo xohlasa 1 yoki 2 oylarga telefon olaman yoki shu oy ham olishim mumkin. Qachon olsam ham yana YouTube'ga chiqaman. Xo'p, tushunganlaringiz uchun rahmat. Men ham bekorga ketmayapman. Shu problemalar bor. Hamda yana bitta sababi YouTube nalgi kanalimni banlab qo'ydi. YouTube emasda Google. Shunga ham shuncha asabim chiqdi. Endi yana Xudo xohlasa YouTube'ga qaytishim mumkin. Xo'p do'stlar, hali men yana qaytishim mumkin. O'zimga telefon olganimdan qaytaman. Sizlar bilan Serdo bo'ldi. Keyingi chiqishimgacha omon bo'linglar. Ko'rishguncha.